Yarim litr sut va ozgina mehnat bilan mana shunday go'zallikni birgalikda yaratamiz. Qani ketdik. Idishga sut, tuxum, shakar, dro'ji, chimdim tuzni solib, venchuk yordamida aralashtirib olamiz. Aralashgan sutli massamizga unni solib, xamir qoramiz va ustidan hidsiz yog'ni solib, xamirimizni mushtlab, oshirishga olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni yana bir marta mushtlab, yarim soatga yana oshirishga olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni 10 ta teng zuvalachalarga bo'lib, hammasini yoyib, xona haroratida turgan margarin yoki saryog' surib, ustma-ust taxlab chiqamiz. Eng ustki qavatiga yog' surmaymiz. Taxlangan xamirimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib idishga terib olamiz. Xamirimizni 10-15 minut tindirib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib, teng o'rtasidan bo'lib, lentachalar kesib olamiz. Lentachalarni esa xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib bulochkalarimizni tugib olamiz. Tugilgan bulochkalarni gaz listiga terib, 10-15 minutdan keyin ustiga tuxum surib, qizib turgan duxovkada 20 minut davomida pishirib olamiz. Bulochkalarimizni sirupga botirib olamiz. Sirup retseptda opisaniyada qoldiraman. Barchaga yoqimli ishtaha. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va bulochkaxo'r o'rtog'ingizga yuborishni unutmang.